hech bir bahona bilan yuvib bo'lmaydir shohim. Ixtiyoringizdagi mansabdorlar o'z vazifalarini odil bajarsalar edi, saroyda bu tariqa xunuk hodisalar sodir bo'lmas edi. Hatto tojdor podsholar ham el ulusni o'z kayfiyati uchun o'yinchoq qilmoqqa aqli ermasdirlar. O'g'li vahshiylarcha o'ldirilgan Badiuzamon qo'shin to'plab o'z padar buzrukvoriga yurish qilmasmi? Xuroson mamlakatida o'lim bozori qizib, bayron bo'lgan saroylar ustida boyqushlar sayramasmi? Vayron bo'lgan bu o'lkada och yalang'och go'daklarni olasin kim tinglaydi, kim? Mamlakatda shoh bo'lmoq hasad dengiziga suzmoq bilan barobardir Alisher. Sipohiy havasga qilich totmaydir. O'q kamondin bemaqsad otilmaydir. Men hukmron bo'lgan saroyda oltin taxt, makr va razolat bo'lsa ne qilay? Alisher, siz o'pqonga qulab borayotgan tog'ni ham tutib qolmoqqa qodir edingiz. Lekin dahshatli voqealar sodir bo'layotganda yo'q edingiz. Bizning ko'zimiz siz safar qilgan Mashhadda erdi. Yana ittifot va sadoqat bilan aytamizki, vazirlik libosini kiygaysiz Alisher. Sohibdil ijodkor bu tariqa o'z vazifalarini ma'qul topmas. Alisher, Asru ko'p so'zladingiz. Endilikda men bu tariqa ishlarni bajara olmasmen. Alisher do'stim, ijozatingiz bilan o'lim elchilari yetib kelmasdan ko'ngildagi fikrlarni yozib tugatmoqchi edim. Alisher do'stim,